go'shtidan tovuq sho'rva. Onam meni chiroyli tuqqan. Rohatini sen ko'ryapsan. Mazzami? Tecnologia. Tecnologia. Пострижка. Mana sochimni oldirdim aziz muxlislar, chunki 5-iyul kuni Namangan shahridagi Ahmad Dota restoranda konsertim bo'ladi. Ajoyib bo'lganmiz. Dilingli bloger bilan. Пострижка. Bolalar, короче, telefon sotiladi. Kattaligi ana shunday, eniga mana shunday, qalinligi mana shuncha. Rangi kulrang, sostanasi cho'tki, 3 ta kamerasi bor. Telefonni o'zimni ko'rsata olmayman, chunki telefonni o'zida syomka qilyapman. Srochni sotish kerak. Zomin tog'larida ayiq bormi? Ko'zlarimda uyqu yo'q. Chunki seni sog'indim. Jonim qachon kelasan? Seni juda sog'indim. Meni endi nima qilaman? Kunlar o'ylab seni sog'inaman. Abokiga vashita dardlarimni tinmay aytaveraman. Yig'lama qiz. Unga ko'ra tinchgina qiz. Yig'lama qiz. Qani yoshli baxtli bo'lsin. Efir ochib o'tirsam, bitta yigit bilan bitta qiz pastda efirimda kommentariyada bir-biri bilan tanishyapti-da, sevishyapti. U qildi, bu qildi, oxiri qizga ham yigit to'g'ri keldi. Keyin endi bir-biriga ichkasiga o'tib yozaman deb gaplashishga to'g'ri. Dars etib efirda o'chirib qo'ydim-da. On 12 deyimiz, nafsing küçük güleme ölgür. 8-martga nechta pul sarflashni rejalashtiryapsiz? Nosga pul yo'q-ku, bayramga qatnab pul bilan. Qarzga